Men YouTube'da 7 oydan beri bor ekanman. Shu 7 oydan beri umuman Bedrock Edish haqida video chiqarmagan ekanman. Okey, bugun biz qisqa video bo'ladi, chunki biz Bedrock Edish'in yangi versiya haqida chiqaramiz obunachilar. Kanunda let's go obunachilar. Okey, kanunda go. Okey, yangi versiyada bizga nayza qo'shilgan. Albatta bu yog'ochlisi. Bu esa toshlisi. Bu esa mislisi. Bu esa temirlisi va albatta olmazlisi va nizritlisi. Bu bilan biz keskin zarbalar bersak bo'ladi, ya'ni uzoqdagi turgan raqibni ham qilsak bo'ladi. Qilich bilan esa bunday qilib bo'lmaydi. Albatta bizga yangi mob Nautilus qo'shilgan. Okey, biz buni o'rgatishimiz mumkin va suvda sayohat qilishimiz mumkin. Mana bunaqa narsani berasizlar, qarmoqda tutsa kerak, qarmoqda avval, keyin mana bunaqa chelakda turganda ham bersanglar bo'ladi va bunga egar qo'yib o'tirib mazza qilib suzib yursanglar bo'ladi. Survivalda suzish mumkin, chunki bunda cheksiz effekt beradi. Albatta buning zombi varianti ham bor obunachilar. Bu esa sizga hujum qilishi mumkin, hatto o'ldirish ham mumkin. Bu esa temirlisi zirhlarida bu olmazlisi, bu oltinlisi, bu almazlisi, bu nizritlisi va albatta otga nizrit braniya qo'shilgan obunachilar. Tak, bizga nayza bilan keskin uchishlar qilsak bo'ladi obunachilar. Mana bunaqa keskin uchishlar. Lunge degan kitobni o'rnatasizlar va qo'yasizlar. Va keskin uchish qilsanglar bo'ladi. Mojang hozirga shunaqa narsalar qo'shgan. Mana bunaqa qilib. Videomiz qisqa bo'lganidan afsusdaman. Hammaga xayr jigarlar.